Yunusobodda turardik, shu domimizning yonida musor bo'lardi, axlatxona. Shu axlatxonada Lobar degan va Azamat degan xotin turishardi. Ularning makoni shu axlatxona edi. Shu makonda ular farzandli bo'lishdi. Biz ko'zimiz oldida bo'layotgan narsa. Shu makonda qizchali bo'lishdi. Shu makonda farzandli bo'lishdi. 11 yil birga hayot kechirdi. Allohning izni bilan bir vaziyat bo'lib ularga uyli ham bo'lishdi. Qarang endi. Shu yigit farzandi bilan ayolini asrab o'zini dardini ichiga yutib, aytmagan va kutilmaganda u oshqozondan rak ekan, kutilmaganda tasavvur qilyapsizlarmi? 10 kunda Azamat olamdan o'tdi. Men hayotimda bunday shok esla olmayman. Lobar telefon qilyapti, qarang nima deyapti. Azamat o'lganiga bir yig'lagan bo'lsam, uni gapiga 10 karra yig'ladim. Lolapa dedi. Men uchun u axlatxona qasr edi dedi. Siz tasavvur qilyapsizmi, axlatxonani qasr deyishdi. O'qimagan omi qiz, o'qimagan 8 zo'rg'a bitirgan. Qarang-da, tafakkurda. Men, mana siz guvohsiz. Men baxtli edim. Azamat akam meni dunyodagi eng baxtli ayol qilgandi dedi. Tasavvur qilyapsizlarmi qizlar? Tasavvur qila olmaysiz. Uni men ko'rdim, mana bular ko'rdi. Oyog'iga bitta naski kiymay o'tdi Azamat akam dedi. 11 yil yashagan bo'lsak, bitta yangi naski kiymay o'tibdi. Lekin men baxtli edim dedi. Lekin men egalik edim dedi. Boshimda egam bor edi. Bolalarimning otasi bor edi. Musorda yotsak ham bizni qattiq yigit edi o'zi. Arslan nima dedi? Nima deb yig'ladi? Aytdim-ku sizga. Lola gulim o'tdi deyapti, qarang. U yigit rahmatli qop-qora qattiq. Endi mana axlatxonada qanday bo'ladi? Ochlik. Meni Lola gulim edi, meni qalbimda Lola guli edi deyapti. Endi meni dedi, kim jonim deb chaqiradi. Endi kim meni gulim dedi. Inson baxtli bo'lish uchun qasrda yashash shart emas ekan. Yo'q. Bu men uchun ham u qadar katta imtihon, u qadar katta ta'sir qildiki, ana 40ni kecha berishdi, telefon qilyapti. Opa xor bo'ldim dedi. 40 kunda. Hali 40 kun o'tgan, 25 kunda 40 ni beryapti. Xor bo'ldim deyapti. Ma'rakasini qilish uchun u meni yo'qotdi, bu meni yo'qotdi dedi. Bolalarimni onamnikiga sig'maydi, kelinim uje qiyshayib boshladi. Boshqa borar joyim yo'q. Azamat akam bordi, unday emas edi. Mana ketdi bu yog'i.